Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib turibsizlar, Primo efirlarimiz 24 soat yoniq. Xuddi shunday Primo avtobus xizmatlarini biz sizlarga tavsiya qilamiz. Davlatning qonuniy reysiy avtobuslari Moskva shahridan reyslar har kuni aziz yurtdoshlar. Tanlovda adashmasliklari uchun mana o'zimiz chiqyapmiz. Mana akalar ishonchli ekanmi avtobuslar. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Toshkentdan. Toshkentdan. Siz kelib ketarsiz shekilli. Tanidingizmi? Ha, tanish akamiz postoyanniy video. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi mana? Postoyanniy klientimiz siz borib keladigan. Shu O'zbekistonda avtobusini tavsiya qilasizmi? Biz ham tavsiya qilamiz aka, sizlar ham tavsiya qilsanglar, mana yurtdoshlarimiz ko'rib, ijtimoiy tarmoqlardan sizlarni ko'rib keladi-da. Mana shunaqa avtobuslar bor ekan O'zbekistonda, davlat avtobuslari, reyslar amalga oshirilyapti ekanda. Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmasliklari uchun mana ko'rib turibsizlar, 24 soat Primo efirlarimiz yoniq. Bu avtobuslarimiz qulayliklarimiz 3 ta kamera, 3 ta voditelь granitsada ham o'chirga turmasdan 2,5 kun davomida Primo Toshkent avtovokzaliga kirib boruvchi reysiy avtobus hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmanglar. Ishonchli kassa raqamlarimiz 8966 270 55 55 raqamlari bilan bog'lanib kelib avtobusga chiqib to'lovlarni amalga oshirib jo'nab ketishinglar mumkin. Yo'qdimi akalar avtobus? Yaxshimi hammasi qulayliklar. Mana ko'rib turibsizlar, yurtdoshlarimiz xursandchiligida xuddi shunday Primo O'zbekistonda qonuniy reyslarda jo'nab borishmoqda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.